Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin was salatu was salam ala khayri khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ushbu sayyidul ayyom va hajjul masakin bo'lgan muborak juma kunida Alloh subhanahu va taolo qilayotgan ibodatlarimizni qabul qilgan bo'lsin. Tutayotgan Ramazon ro'zamizni Alloh taolo jahannamdan qalqon qilgan bo'lsin va xayrul jazolarni berishni nasib qilgan bo'lsin. Bugungi suhbatimizning mavzusi kishini Allohning hisob kitobidan, qiyomat kunini bo'ladigan so'roq-savolidan g'am qilishlik, ya'ni oxirat haqidagi g'am degan dars bo'ladi inshaalloh. Imom Muslim keltirgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Robbisidan rivoyat qiladi. Ya'ni hozir o'qiyotganimiz hadisi qudusiy bo'ladi. Alloh taolo marhamat qiladi: "Ya ibadi, inni harramtu zulma ala nafsi va ja'altuhu baynakum muharraman, fala tazalamu." Ey bandalarim, men zulmni o'zimga harom qildim va sizlarning o'rtangizda ham zulmni harom qildim, bir-biringizga zulm qilmanglar. Ya ibadi, kullukum dallun illa man hadaytuhu, fastahduni ahdikum ya ibadi. Ey bandalarim, sizlarni hammanglar zalolatga, adashlikka botgansizlar. Faqat men hidoyat qilganlargina hidoyatda, bas mendan hidoyatni so'ranglar, men albatta hidoyat qilaman. Ey bandalarim, ya ibadi, kullukum ja'un illa man at'amtuhu, fastat'imuni ut'imukum. Sizlarda hammanglar ochsizlar ey bandalarim. Mendan qorninglarni to'yg'izishligimni so'ranglar, men albatta qorninglarni to'yg'izaman. Ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasawtuhu, fastaksuni aksukum. Ey bandalarim, sizlarda hammanglar yalang'ochsizlar. Kiyimni mendan so'ranglar, men sizlarni kiyintiraman. Ya ibadi, innakum tuhta'una bil-layli wan-nahar va na'firu dhunuba jami'a, fastaghfiruni aghfiru lakum. Ey bandalarim, sizlar kun-u tun, erta-yu kech tinmasdan gunoh qilasizlar. Men ertaga kech gunohlarni barchasini kechirib turaman. Gunohlarni so'ranglar, albatta men gunohlarni kechiraman. Law annakum ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid, ma zada zalika fi mulki shay'an. Agar yer yuzidagi odamlarni bir faraz qilaylikda, hammasi taqvodor bandalar bo'lsa, birortasi gunoh qilmaydigan bo'lsa, sahobalarning darajasida iymoni bir mukammal bo'lsa, Allohga bo'lgan tavakkul va taqvoli shunday bir mukammal darajada bo'lsa, qanday bo'lardi? Alloh taolo aytayapti, agar shunday bo'lsa deyapti, meni mulkimga zarracha foydasi yo'q buni. Endi aksi bo'lsa-chi? Agar sizlarni deydi hadis qudusida davomida, ichidagi hamma odamlar yer yuzidagi eng fojir bo'lgan insonni qalbida fojir bo'lsa, ya'ni hammalar Abu Jahldaqa bo'lib kelsanglar ham, meni mulkimga zarracha ziyoni yo'q. Demak, biz nima qiladigan bo'lsak, savobda bo'lamizmi, gunohda bo'lamizmi, taqvodagi ma'siyatda bo'lamizmi, bu faqat o'zimiz uchun. Hadisda davom etiladi: "Ya ibadi, law annakum wa awwalakum wa akhirakum, insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid, fas'alani kullu wahidin mas'alatahu, fa'ataytuhu wa ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusu al-bahru idha ghamisa fihi al-muhitu ghamsatan wahida." Keyingi jumlaga qaraylik. So'rayapmiz, ba'zida olyapmiz, ba'zida olmayapmiz. Alloh nimaga bermayapti deymiz. Sabablarni ko'ramiz oyatlardan, hadislarda o'qib. Alloh taolo aytadiki, agar sizlarni deydi, insonlarni ham, jinlarni ham boshida yaralgandan tortib qiyomatgacha yashaydiganlar, avvalgi oxirgilari bir maydonda to'plansa, farasting qanaqa manzara bo'ladi? Insonlarda hammasi, jinlarda hammasi bitta maydonga yig'ilsa, har bittasi ko'yniga siqqan narsani so'rasa deyapti Alloh. Insoni ham, jini ham, avvalgisi ham, oxirgisi ham so'raganini bir lahzada berishga Alloh qodir va bu narsa meni mulkimdan zarracha kamaytirib qo'ymaydi. Alloh boy zot, Alloh g'ani zot, biz muhtojmiz unga. Allohning mulkidan kamishligini misolini qarang. Bitta ignani deydi.
dengizga shunday botirib chiqarsa, dengizdan qancha kamaydi? Yinaga, temirga suv yuqmaydi. Hech narsa kamaymaydi. Meni mulkimdan agar hammani so'raganimni bir lahzada bersam, dengizdan qancha kamaydi? Shundan ham ozroq muddatdan kamib qolmaydi. Alloh azza va jalladan so'rashligimiz kerak bo'ladi. Innama hi a'malukum usiha lakum wa wafikum iyyaha yawmal qiyamati faman wajada khayran falyahmadillaha wa man wajada ghayra zalik fala yalumanna illa nafsa. Imom Muslim rivoyati. Ey bandalarim, ana shu qilayotganingiz sizlarning amallaringlar sizlarda qiyomat kunida birorta bir holatda adashmasdan hisob-kitob qilib beraman qo'lingizlarga. Agar kim qiyomat kunida qilgan amallaridan yaxshilikni, savobni, jannatda xabarini topayotgan bo'lsa, Allohga hamd aytsin. Chunki Alloh hidoyat qilganligi uchun shu savobni qildingiz. Endi kim aksini topadigan bo'lsa, endi o'zidan hech kimga ma'lumot qilmasin. Chunki hech kim uni gunoh qilishlikka qo'lidan ushlab yetalagan emas. Alloh taolo mana shu hadis qudsiga mana e'tibor beradigan bo'lsak, sizlar g'am qilmanglar deyapti Alloh. Qoninglar to'g'izadigan ham, ustinglarni beradigan ham, so'raganlarni beradigan ham, kechiradigan ham, kiyintiradigan ham menman deyapti. Sizlar bitta g'amni qilinglar, oxirat g'amini qilinglar. Alloh taoloning huzurida ertaga hisob-kitobni g'amini qilinglar. Bugungi suhbatimizning mavzusi Babul huzni fi amril axirah. Oxirat ishidagi qayg'u bobi. Biz oxirat haqida shu masjidga kelganda bir esimizga kelsa, bir ma'ruzani ko'rganda esimizga kelsa yoki biror bir janozaga borganda esimizga kelmasa, boshqa mahal dunyoda ish bilan nima qilamiz? Ovora bo'lib yuraveramiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Imom Ahmad rivoyat qilgan sahih hadisda marhamat qiladi. Udul mardo va tabiul janaiz tuzakkirukumul axirah. Xo'p, nima qilsak biz oxiratni eslab g'am qilamiz. Nima qilsak qayg'uga kiramiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'rsatyapti bizga. Kasallarni ziyorat qilinglar. Kasallarni ziyorat qilinglar. Janozaga ergashinglar. Mana shu ikkita narsa sizlarga oxiratni eslatadi. Bilasizmi? Qabristonga borib ko'mayotgan paytda hech kim kulmaydi. Hammani qalbida bir xil bir sakinat, xotirjamlik paydo bo'ladi. Hamma o'ylanib qoladi. Haqqi bor, qarzi bor, tog'dan yoki qabristondan chiqqaningizda hayot boshqacha boshlanadi. Lekin o'sha yerga kirgan paytingizda bir oxiratni esingizga olasizda, sokin bo'lib qolasiz. Shoshayotgan bo'lsangiz, xotirayotgan bo'lsangiz, bir boshqacha holatga kirasizda, qabristondan chiqib bir 5 minut, 10 minut u yoqqa yurgandan keyin esdan chiqadi-da, yana boyaga dunyo botqog'iga botib ketamiz. Kasallarni ziyorat qilinglar deyapti Rasululloh. Janozaga ergashinglar deyapti. Boshqa hadislarda qabristonlarni ziyorat qilinglar, zero u sizlarga oxiratni eslatadi. Boring qabristonga. Hamma o'shalar. Boyi ham, kambag'ali ham, erkagi ham, ayoli ham, musulmoni ham, musulmon emas ham. Qayoqqa bordi hammasi? Hukmronlarni birini oldidan bir janozani ko'tarib o'tib ketishyapti. Bir odam ana shu hakim kishini oldida turib aytdiki, bechora o'lib qopti-da dedi. Hali hakim zot haligi savol bergan kishiga qarab turib, siz bu mayitga rahmingiz kelishdi, o'rniga o'zingizga rahmingiz kelsa to'g'ri bo'ladimi ekan? Axir u o'lim farishtasini ko'rdi, hali siz ko'rmadingiz. O'lim sharbatini totdi achchig'ini. Siz uni totmadingiz. Oqibati nima bo'lishini bildi, siz bilmadingiz. Unga rahmingiz kelmasin, u qutuldi dunyoda. Siz o'zingizga rahmingiz kelsin dedi. Demak, bechora o'lib qopti deb turib, o'lganga rahmingiz kelmasdan o'zimizga rahmimiz kelsin. U qutulibdi. Qutulibdi dunyo tashvishidan. Abu Dardo roziyallohu anhu oldidan bir mayitni ko'tarib o'tib ketishuvdi. Yonida kishi kim ekan dedi. Abu Dardo shunga qaratdi. "Abu siz" dedi. "Agar yo'qmasa men" dedi. Bugun biz oyog'imizda turibmizmi? Ertaga 4 ta oyoqli ustiga chiqarib qo'yishadi. Yo men, yo siz deyapti. Axir bilmaysizmi Alloh taolo innaka mayyitun va innahum mayyitun. Ey Muhammad alayhisalom, siz ham vafot qiluvchi mayyit bo'lasiz, bular ham mayyit bo'ladi dedi. Demak, siz bilan bizmi o'sha? Hasan Basri rahimahulloh qabristonda qabrlarda oldida o'tirib taom yeyotgan odamni ko'rdida, bu munofiq dedi. Sababini so'rashganda, o'lim peshonasida turib, oxiratning ishi peshonasida turib, yana qornida taomni ishtaha qilib ovqat yeyaptimi? Oxirat haqida g'ami yo'qdir, bu munofiq dedi.
Qabristonda kulishlik nimani belgisi unda? Agar ovqat yeyishlik munofiqlik degan bo'lsa Hasan Basriy. Hasan Basriy yana bir hikmatli so'zda aytadiki, bir qavmga bir joyga to'xtab, bir safarga kerak narsani tadorigini qilib to'plab olinglar deyilsa, keyin safar qilamiz desa, hali odamlar safarga tayyorgarlik ko'rishdan keyin o'ynab qolishsa, bu qavmga qarab ajablanmay ixtiyoring yo'q. Endi boshqa insonlar haqida nima deymiz? Dunyo degan safarga, oxirat degan safarga, taqvo, ibodat degan narsani tayyorlab qolinglar desa, birimiz ikkinchimiz bilan o'ynab yuribmiz. Birodarlar, insonni tug'ilishligi o'limga qo'yilgan birinchi qadam. Har bir o'tgan kunimiz o'limga bir kunga bizni yaqinlashtirgan. Tug'ilgan kun qilib xursand bo'layotgan paytimizda esimizdan chiqmasin, o'limga 1 yil nima bo'ldi? Yaqinlashib. Biz qo'rqib yig'lashdan xursand bo'lamiz. Ya'ni zo'rda orqa. Tayyorgarligimiz zo'rda. Sahobalar roziyallohu anhu tirikligida jannati ekanligini Rasulullohdan eshitib turib qo'rqib yig'lashgan. Biz o'shalarga o'zimizni bir taqqoslab ko'raylik. O'shalardan ibrat olishga harakat qilaylik. Insonning hayoti safar dedik. Bu safarda bekatlari bo'ladi, ostanovkalari. Bizning hayotimizning bekati 4 ta. Bittasi onaning qorni. Bittasi dunyo hayoti. Bittasi qabr, bittasi oxirat. Biz nechinchisidanmiz? Endi har bitta bekat o'zidan burungi bekatdan kattaroq. Onaning qornidagi bola 9 oy umrini agar aql berilsa bunga hayot deb qabul qiladi. Onaning qornida issiq-sovuq bir xil, oziq-ovqati joyida, agar aql berib chiq desa unga chiqmaydi u. Chunki undan kattaroq, undan keyinroq dunyo borligidan xabari yo'q-da. Unga o'sha yerda yaxshi. Ko'rpa to'shi uni hech qanday yo'q. Shuni yuribdi mazaqli onasining qornida. Chiq desa unamaydi agar ixtiyorni o'ziga berib qo'ysangiz. Bundan boshqa dunyoda ko'rmaganligi uchun rozi bo'lib yashayapti. Xuddi biz dunyoga rozi bo'lib yashayotgandik. Endi bu ostanovkadan, bu bekatdan ikkinchi bekatga undan so'ramasdan chiqarildi 9 oy bo'lganda. Chiqdi, o'ldim deb o'ylaydi. Yig'laydi bola. Yig'lab chiqadi dunyoga. O'ldim deb o'ylaganda qarasa, o'lmabdi. Aksincha tirilibdi endi. Dunyo keng ekan, dunyo yorug' ekan, dunyoda lazzatlari lazzatliroq, dunyoda rohati kengroq, chiroyli ekan. Lekin onasining qornida turganda chiqqisi kelmadi. Xo'p, dunyoda turibmiz endi. Bu ikkinchi bekat. Endi qabrga kelishga kelsak, xuddi onaning qornidan bola chiqishni xohlamagandek, biz ham dunyodan chiqishni xohlamaymiz. Ajablanadigan joyi shu. Xo'p, bizdan so'rashmaydi. Onaning qornidagi 9 oy bola uchun katta hayot, dunyoga chiqqanligi 70 yil hayotda oldida 9 oy hech narsa emas. Endi ko'tarib ketishni qarang. Qabrga kirdi. Qabrga kiruvdi, birodarlar, yer yuzidagi odamlarning sonidan ko'ra yerning tagidagi odamlarning soni ko'proq. Chunki hamma yer tagida bizdan burungilar. Yerning tagidagi harakatlar yerning betidagi harakatdan ko'ra ko'proq. Yerning ustidagi kenglikdan ko'ra yerning tagi kengligi ko'proq. Chunki siz bilamizki 5 sotik 6 sotik yerda yashayotgan bo'lsak, qabrga kirib jannatiy bo'lgan bandasiga Alloh taolo qabrda ko'zi yetadigan darajada keng qilib beradi. Har bitta odam uchun shuncha keng bo'lsa, qayer keng ekan? Dunyoda lazzatidan qabrdagi olinadigan rohat jannatda, oxiratda lazzat u. Albatta baland. Endi qabrda olinadigan azobi dunyodagi azobdan ko'ra balandroq, chunki oxiratda azobi. Qarang, har bitta bekat o'zidan burungi bekatdan ham katta bo'lyapti, ham keng bo'lyapti, ham rohati azobi kuchliroq bo'lyapti. 4-bekat bu oxirgi bekat. Biz mana shu 4ta bekatda ikkinchisida turibmiz. Bu shunday bekatki, eng asosiy bekat. Shu bekatda hamma yo'q hal bo'ladi. Birinchisida ixtiyorimiz yo'q edi, ikkinchisida ixtiyorimiz bor. Hozir shu bekatda turar ekanmiz, 3-4-bekat qabr va oxirat vatanimizga tayyorgarlik qilib, bu haqida g'am qilmasdan o'tishligimiz aqlli odamning ishi bo'lmaydi. Ibrohim Taymiy rahimahulloh aytadi, bir odam oxirat haqida g'am qilmayotgan bo'lsa, uyqusiramaylik. Qanday hushyor o'tiraylik. Bu uyqusiradigan mavzu emas.
oxirat haqida g'am qilmayotgan yashayotgan bo'lsa, dunyoda xursand yashayotgan bo'lsa, shu odam jannati emasligi haqida xavotir bor. Oxirat haqida g'am yo'qmi? Dunyoda xursand yashayapsizmi? Jannati emasligingiz haqida qo'rquv bor. Jannat emasligingiz bo'lib qolishi mumkin. Chunki jannatligini eshitgan sahobalar nima qilyapti? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yig'lamayaptimi? Parvardigorim menga qanday muomala qilarkin deb. Bizchi biz g'am bor oxirat haqida. Yo faqat masjidga kirganda bo'ladi. Insonni Shaqiq ibn Ibrohim aytadi, o'tgan gunohlarini qayg'usi kallasida bo'lmasa, kelajakda qanday xotima topishligini xavotiri bo'lmasa, qayg'u bilan xavotir hamroh bo'lmasa insonga, bu inson to'g'ri yo'ldagi inson emas. Chunki sizlardan bir kishi dedi Rasululloh sahih hadisda, bir umr jannat amalini qilib yuradi. Bir umr. Lekin oxiriga borganda umrini kitob o'zib ketadi-da, bitta gunohni qilgan joyda Alloh jonini oladi. Do'zaxga kirib ketadi. Ikkinchi odam bir umr do'zax ishlarni qilib yuradi. Do'zax bilan o'rtasida bir ziro qoladi deydi. Lekin bitta savob ishni qiladi, Alloh shuning ustida jonini oladi. Ayta olasizmi? Keyingi jumagacha yashayman deb. Ayta olasizmi? Hidoyatda tura olaman deb. Xavotir bo'lish kerak musulmonning qalbida. Dunyoda hamma g'am chekadi, hamma qayg'u chekadi, xursandchilikni o'ylaydi. Lekin bir odam iymonim bilan ketarmikinman degan xavotiri bo'lmasa, qayg'usi. Alloh taolo menga iymonni beramikin, Alloh qanday qabul qilar ekan degan xavotiri bo'lmasa va qiyomat kunida men bilan husumatlashadiganlardan qutula olamikinman degan xavotiri bo'lmasa, bu odam xavotir nimaligini bilmaydi. Rizqimiz haqida xavotir qilamiz-ku. Endi nima bo'larki yomg'ir yog'adi. Endi nima bo'larki yomg'ir yog'mayapti mana. Narxlar oshib ketdi endi dunyo uchun kallamizni zo'r ishlatamiz. Ya'ni 5 yil, 6 yil strategik fikr qilib turib, nima qilamiz? 5 yildan keyin bunday bo'lsa, hozir bunday qilish kerak. Dunyo ishiga 20 yil, 30 yil burunda o'ylab turib ish qilamiz. Lekin oyog'imizni taytab turgan o'lim haqida hech kim g'am qilmayapti. Yig'lash haqida gapirdik. Mana sadaqa qilamiz, xayr ehson qilamiz. Kabul Ahbor roziyallohu anhu payg'ambarimizning ulug' sahobalaridan aytadiki, o'zimni vaznim og'irligicha oltinni Alloh yo'lida sadaqa qilgandan ko'ra, Allohdan qo'rqib bir tomchi ko'zimdan yosh chiqishligini afzal deb bilaman. Xo'p, umringiz davomida qilgan sadaqalaringiz yarim vazningizcha oltinga teng bo'lsin, lekin o'ylab ko'ringchi, biror marta ko'zingizdan Allohdan xoli qolganda, yolg'iz qolganda Allohdan qo'rqib ko'z yosh chiqqanmi? Masalan, bu sifat Allohning valiylarga berilgan. Yig'laydi. Yig'laydi. Otasi o'lsa yig'laydi, bolasi o'lsa yig'laydi, bir joyi og'risa yig'laydi, biror moli dunyosidan ajralsa yig'laydi. Lekin hamma yo'q zo'r bo'lib turgan paytda, yolg'iz qolganda Allohdan qo'rqib yig'laganmizmi? Hamma xohlaydi yig'lashdi, lekin nimaga yig'la olmaymiz? Nima deb o'ylaysizlar? U agar o'xshatish mumkin bo'lsa, hamma qimmatbaho mashina mingisi kelgan deydi. Uning uchun nima kerak? Cho'ntagingizda bir narsa bo'lsa, shu mashinaga loyiq minasiz. Hamma hashamatli uyda yashashni xohlaydi. Lekin shunga loyiq bir daromad bo'lish kerak. Endi Allohdan qo'rqib yig'lash uchun nima bo'lish kerak bizda? Agar bizga mashinaga bo'lgan rag'batimiz bor ekan, shunga olib boradigan sabab topib qilyapmiz. Chiroyli uy solishni xohlayapmiz-da, shunga olib boradigan yo'lni topib, shuni sababini qilyapmiz, ega bo'lyapmiz. Endi ko'zimizdan yosh oqishlikka bizda nima bo'lish kerak? Bu yosh to'kishlik kimda bo'ladi? Qaysi bir Alloh rahmat qilgan kishilarda bo'ladi? Mana bu shunday bir sharafki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima degan? Shunchalik qiyinmi-da yig'lash? Bir yig'lab ko'ring. Ixtiyoringiz bilan yig'lab ko'ring, yig'i kelarmikan. Imom Ibn Mojah rivoyat qilgan hadis, Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytadi: "Anna Nabiy sallallohu alayhi vasallam qol: "Ma min 'abdin yakhruju min 'aynayhi min ad-dumu' mithla zubab aw rasi zubab min khashyatillahi ta'ala fayusibu harwashihi fatamassahu nar abada."
Qaysi bir odam yolg'iz qolganda Allohdan qo'rqib, ko'zidan pashachalik yosh chiqsa yoki pashani boshichalik ko'z yosh chiqsa, shu yuzga Alloh taolo jahannam o'tini harom qiladi. Endi alam qiladida nimaga yig'la olmayman shu kungacha? Nimaga menda shu yig'i yo'q? Boyatdi-ku, otangiz, onangiz yuragingizni to'ri deydi. Ketuvdi, yuragingiz achishdi yig'ladingiz. Moli dunyoyingiz, bola chaqangiz yuragingizni to'ri deydi. Yuragingizda bor bo'lgan narsa chiqib ketgan paytda sizga g'am, tashvish bo'lyapti, yig'layapsiz. Endi iymoningiz, Allohga bo'lgan, Rasuliga bo'lgan muhabbat qalbingizda to'rida birinchi o'rinda tursa, Rasulullohning ketganligini o'ylab turib yig'lamay ilojingiz yo'q. O'sha shoir aytgandek, Rasululloh vafot etdi, yana qanday musibat bor. Chunki bizga otamizdan ham, onamizdan ham, hatto o'zimizning jonimizga o'zimiz bo'lgandan ko'ra mehribonroq bo'lgan Rasululloh ketdi. Hamma o'layotganda o'zini atini aytib, meni holim nima bo'lar ekan deb o'ylaydi. O'sha mehribon otangiz, mehribon eningiz. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ketayotganda ummatim, ummatim, ummatim deb ketgan. Biz shu zotni, u zot bizdan talab qilganda yaxshi ko'ra olyapmizmi? U zot qoldirib ketgan sunnatga amal qila olyapmizmi? Mana nimaga yig'la olmaymizmi? Mana sabablari. Qarayda qalbimizda qalbimiz nimalar bilan to'lgan, nimalar bilan ovora bo'lgan. Biz yig'la olmaymiz. To qalbimiz Alloh va Rasuliga bo'shatib bermagunimizcha. Alloh taolo Odam alayhisalom yaratdi, zurriyotini yerda ko'payishini xohladi va aytdi: "Hamma a'zoing o'zingga. Mana shu dunyo ishlarini obod qilishlikka aqlingni ham ishlat, kallangni ham ishlat, ko'zingni, belingni, oyoq yugur. Faqat bitta a'zoni dunyo ishiga aralashtirma" dedi. Bu nima edi? Qalb. Qalb Alloh taoloda siz bilan bizga qaraydigan a'zoyimiz. Qiyomat kunida Alloh taolo bizni chiroyimizga, mol dunyomizga qaramaydi, qalbinglarga qaraydi. Yawma la yanfa'u malun va la banun illa man atalloha biqalbin salim. Qiyomat shunday kunki, bu kunda na mol dunyo, na bola chaqa asqatadi. Faqat pokiza qalb bilan kelgan kishigina shu qalbi asqatadi. Qaysi bir kishini dedi Kabul ahvol, ko'zidan bir tomchi yosh oqsa va ana shu ikki yanog'idan oqib yerga tushib, yerga tegadigan bo'lsa, xuddi osmondan tushgan suv tomchisi yerga tushib, qaytib chiqmaganidek bu kishini yuzi jahannamga harom bo'ladi. Tevaga chiqishligi mumkin bo'lmagandek suvda, bu kishini ham jahannamga tushishligi mumkin bo'lmaydi. Chunki nimaga yig'laydi bu? Chunki Robbisining ulug'ligini tan oladi, o'zini xorligini bo'yniga oladi, gunohkorligini e'tirof qiladi va peshonasini yerga qo'yib turib, subhana robbiyal a'la. Meni Parvardigorim, oliy bo'lgan Robbim hech qanday bir ayb nuqsoni yo'q deb lafz qiladi. Mana endi Ikrimah ibn Abi Jahl, Ikrimah roziyallohu anhu Ibn Abbosdan eshitgan so'zini aytadiki, Ibn Abbosning gapi: "Qala ma dama'at aynun illa bi fadlillah va ma dama'at aynun imri'in hatta yamsahul malak qalbahu." Inson qachon yig'laydi? Alloh taoloning fazli bo'lganda yig'laydi. Fazli degani nima degani? Alloh sizga shuni berishni xohlaganda yig'laysiz. Siz shunga loyiq bo'lganda yig'laysiz. Endi inson qachon yig'laydi desa, farishta mana shu insonning qalbini shunday bir silab qo'yganda yig'laydi. Shunday yosh keladi-yu. Chiqib keta olmaydi, uyab qolamiz ko'zimizni uyab tutmaydi. Chiqarib yuboring, chunki payg'ambarimiz jahannamga bu odam hech qachon tushmaydi marhamat qilyapti. Demak, Allohning fazli bo'lganda bir va farishta sizni qalbingizni shunday silab qo'yganda inek ko'ziga yosh keladi. Ungacha yosh kelmayaptimi? Qadr kechalarda bo'ladi. Bilasizlarmi? Bir yilda bir marta. Chunki Alloh taolodan rahmat yog'ib turadi, barakot yog'ib turadi, farishtalar o'raydi. Alloh taolo gunohni kechiraman degan qadr kechalarida ho'ngirab yotib yig'laymiz. Nimaga doim bo'lavermaydi shu narsa? Demak, doimo Allohning fazliga loyiq bo'la olmayapmiz shekilli-da. Imom Termiziy rivoyat qilgan hadisda Hasan Basriy rahimahulloh aytadi:
Anna Nabiy sallallohu alayhi vasallam qol: "Ma min qatratin ahabba ila Alloh ta'ala min qatratayn. Qatratu dam'in fi sawadil layl va qatratu damin fi sabilillah." Alloh taologa eng yoqimli bo'lgan tomchilar bor. Bu ikkita tomchi. Bittasi qorong'u kechada Allohdan qo'rqib ko'zdan oqqan yosh tomchisini Alloh yaxshi ko'radi va Alloh yo'lidagi jihodda oqqan qon tomchisini yaxshi ko'radi Alloh. Yig'laylik ishonmasa Allohni rozi qilishlik uchun. Ziyad ibn Namiri rahimahulloh قال الله عز وجل في بعض الكتب لا يبكي عبد من خشية إلا أجرته من نقمته. Qaysi bir musulmon, qaysi bir banda Allohdan qo'rqib yig'lar ekanmi, Alloh shu bandada g'azabini ko'tarib qo'yadi. Va la yabki abdu min khashyati illa abdatuhu dhahakati min nuril qudusi, ya'ni fil janna. Kim endi Alloh taoladan qo'rqib yig'lar ekan, qiyomat kunida Alloh taolo qudusiy nur bilan kuldirib qo'yadi. Ya'ni jannatga kirgizib qo'yadi bu bandasini. Demak, bu ko'z yosh to'kishlik Alloh taolo bandalarga beradigan ulug' fazl marhamat hisoblanadi. Bu yig'lashlikka Alloh taolo nasib qilgan odamlar yetib boradi. Bunga loyiq bo'lish uchun Alloh taoloning bu oyatlarga itoat qilishlik, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sunnatiga ergashishlik bilan bo'ladi. Va esimizdan chiqmasinki, biz mana shu hayotimizni ikkinchi bekatida turibmiz. Bu safar bizdan so'ramasdan boshlangan. Va bir bekatdan ikkinchi bekatga ko'chish biz ixtiyorimizda emas. Alloh taolo xohlagan kuni, xohlagan lahzasida mana shu bekatdan bekatga ko'chirib qolgan bo'lsa, insonlarda hammasi orqaga qaytishlikni xohlar ekan. Musulmoni ham, musulmon emas ham. Kofir bo'lgani, Parvardigor dunyoga meni qaytargin. Dunyoda qoldirib qo'ygan ibodatlarimni qilay deb qaytar desa, musulmon odam dunyoda savobni ozroq qilganligiga xijolat bo'lar ekan deb Parvardigor qaytargin, ko'proq qilib oladi. Hadisda bugungi suhbatimizni boshida boshlagan hadis bilan tugatamiz. Alloh azza va jalla mana shu hadis qudusiyda bir chekkadan aytayapti: "Hammanglar adashgansizlar, meni o'zimga iltijo qilinglar, hidoyat qilaman. Sizlar hammanglar ochsizlar, men to'yg'izaman. Hammanglar yalang'ochsizlar, men kiyintiraman. Sizlar hammanglar xato qilasizlar, men kechirib turaman gunohingizlarda. Mendan so'ranglar." Go'yoki Alloh taolo bandalarim, men bilan bo'lsin qalbinglar. Boshqa hamma tashvishlar meni zimmamga ekandek. Va esimizdan chiqmasin, biz Alloh taolodan so'rayotganda hech qachon yutkizmaymiz. So'raganimizni Alloh beradi. Xohlasa 2 barobar qilib beradi. Xohlasa so'raganimizchalik Alloh balodan, ziyondan tiyadi. Xohlasa oxiratga olib qo'yadi. Qaysinisini yutkizyapmiz? Birortasini yutkizishlik yo'q. Qaysinisini yutyapmiz? Oxiratga olib qo'yganligida. Shuning uchun so'raylik. So'raylik. Alloh subhanahu va taolo o'zining fazli marhamati bilan qorong'u kechalarda o'zidan qo'rqib yig'laydigan qalb va ko'z yoshlarini bersin. Zero bu narsa Alloh taoloning o'zining ixtiyoridagi narsa, hech qaysi banda ikkinchi bandaga bu narsani berishlik qudratida emas. Aqulu qawli hadha va astaghfirulloh li va lakum subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه إنك أنت علام الغيوب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا